Namangan viloyati 3 tumani Zarbol Navoiy MMTP hududidagi Umrzoqov Jahongir fermer xo'jaligi dalasida turibmiz. Bu dalada 15 gektarlik maydonga ko'k oq plyonka ostiga tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida Shinjon usulida chigit ekib, hozir mana g'o'zalarni parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda bu o'zi ko'k plyonka ostiga ekilgan g'o'zalarimiz 15 tadan 20 hektargacha hosil elementi, 2 ta 3 tadan gullash fazalarida rivojlanmoqda. Mana shu maydonga 4 soatlik tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida 100 kilodan sulfat ammoniy, 100 kilodan karbamid mineral o'g'itlari, fosforli mineral o'g'itlar qo'shib sug'orilanmoqda. Hozirgi kundagi g'o'zalarimizni bo'yi 75-80 sm tashkil etadi. 9-10 shox bo'lgan. Ko'k plyonka ostiga ekilgan g'o'zalarimiz rivojlanishi oq plyonkaga qaraganda 3 kun 4 kunlik oldinligi yaqqol bilinib turibdi. Joriy yilda 15 gektar yer maydoniga Shinjon texnologiyasi asosida tomchilatib sug'orish sistemasi qo'llashga holatda paxtani ekkandik. Shular qatorida mana yaxshi rivojlanyapti. Mana shu agrixizmatlar markazini boshlig'i bilan kelishgan holatda sinov tariqasida 1 gektar maydonga ko'k plyonkada ekilgandi. Mana hozir o'shani ko'rib turibmiz. Qanaqadir oddiylarga qaraganda sal balandroq, 5-10 kunga farq qilyapti. Sonalari ham sal boshqalarga nisbatan ko'proq ko'rinyapti. Namangan viloyati 3 tumani Zarbol Navoiy MMTP hududidagi Tog'la fermer xo'jaligida mana Shinjon texnologiyasi asosida plyonka ostida paxta yetishtirilmoqda. Bu paxtadan yuqori hosil olish maqsadida tuman Akis agrixizmatlar markazi hamda Namfos agromarkazi mutaxassislari birgalikda shu xilatlangan bor elementi bilan birgalikda joriy yilning 26-kuni paxtaga ishlov berildi. Mana bugungi kunga kontrolga nisbatan hozir 4 ta 5 ta hosil elementi yuqori ko'p to'plashga erishildi.